Salom qizlar hammaga. Bugun fiyalka gulini qanday ko'paytirish ko'rsatib beraman. Mana shu hafta polniy fiyalka guli haqida stories qo'yaman. Qanday ko'paytirish va sinalgan anaqa yo'llarini sizlarga ko'rsatib beraman. Birinchi usul hozir suvda ko'paytirish ko'rsatib beraman. Mana suvga qo'yganman. Mana shu ildiz otgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu suvga buni 1-noyabr kuni qo'yganman. Bugun mana 16mi. Aloy, bu aloy. Aloy ozgina mana shunaqa kesib qo'yasizlar suvga. Og'zini, qopqoqchasini mana shunaqa teshib, mana shunaqa qo'yganman. Ochiq holda prosta suvga tiqib qo'ysanglar, bu ildiz otmaydi. Mana shunaqa tiqib qo'ysanglar, mana shunaqa qo'ysanglar, bu bundoq yopiq turgan holda tezroq ildiz otadi sizga va ekib qo'yasiz. Qizlar qaranglar, fiyalkani tezroq ildiz ottirmoqchi bo'lsanglar, suvga solib qo'ysanglar, qaynab sovgan suvga solib qo'ysanglar, tezroq ildiz otadi mana. Ko'rasizlarmi? Mana shu ildizini 15 kunda уже bugun 17. 1-noyabr kuni qo'yganman. 17 kunda уже mana shuncha bo'lgan. 15 kunda уже boshlaydi ildiz otishni. 17 kunda уже qaranglar qanaqa ildiz so'rayotgan. Уже buni ekib qo'ysa bo'ladi. Mana shunaqa usulda ekib tasanglar oson. Agar buni qopqoq mana ustini qopqoq qo'ymasdan fiyalkani o'zini suvga solib qo'ysanglar, ildiz otmaydi. 2 oy tursa ham ildiz otmaydi. Mana qopqog'ini tagini mana shunaqa ozgina teshib solib qo'ysanglar tezroq ildiz otadi. Yopiq bo'lsa qopqoqchasi tezroq ildiz otadi sizlarga. Va yana bitta usuli, bunaqa konteynerga bargchalarini o'zini qo'yib, qopqoqchasini yopib qo'ygandim. Mana ko'rishingiz 22-sentyabr kuni qo'yganman. Bugun 17-noyabr, уже gulchalarimiz mana bolalab chiqdi. Mana shunaqa qilib konteynerga o'pshik qilib og'zini yopib qo'ysanglar, tezroq nima qiladi? Bola chiqazadi. Detka beradi tezroq. Detka chiqazgandan keyin esa konteynerning og'zini birdan ochmaysiz. Kunduzi ochib, kechqurun yopasiz. Kechqurun ochib, kunduzi yopib qo'yasiz qopqog'ini. Shunda shunaqa qilib o'rgatib olasiz-da, keyin polniy ochib qo'yasiz qopqoqchasini. Hozir уже buni ochib qo'ysak ham bo'ladi. Bo'ladi bo'ldi. Mana qizlar, ildiz otgan bargchamizni ekib qo'yamiz. Idishimizga ko'p olmaymiz, ozgina tuprog'ini olamiz-da, ildizini avaylab ozgina mana shunaqa ekib qo'yamiz. Ko'p qattiq bosmaylar, ildizini qilib ketishi mumkin. Bo'ldi, mana shunaqa ekamiz. Bu keyin bolalagandan keyin mana bunaqa detka bergandan keyin buni olib tuprog'ini ko'proq qilib ekamiz. Salom qizlar, qalaysizlar? Menga fiyalkani qanday ko'paytirishni o'rgating deyishdi. Ko'p savollar bo'pti. Fiyalkani qanday ko'paytiramiz? Mana tagida bargidan mana shunaqa sinadi o'zi. Sindirib olamiz. Mana shunaqa bargchasini. Xohlasanglar suvga qo'yib, xohlasanglar fiyalkani qaysi bargini olish kerak debdi. Buni farqi yo'q. Tepasidanmi, pastidanmi? Iloji boricha pastidagi barglardan olsangiz ham bo'ladi. Yosh bargi bo'lsa ham, eski bargi bo'lsa ham fiyalka chiqazaveradi. Faqat to'g'ri qo'yish kerak. Xohlasangiz suvga, xohlasangiz o'zini siqib qo'yib, tuproqqa eksangiz ham bo'ladi. O'zimizga kerakli barg olamiz. Bargni oldik, uni tuproqqa ekmoqchi bo'lsak, uni qo'yib qo'yamiz. 1 kun davomida quritamiz. Qaranglar qizlar, oddiy aloy mana shunaqa qilib chetidan ozgina kesib fitsilniga qo'yaman men gullarimni har doim. Fiyalkalarimni mana shunaqa tagiga ozgina kesib solamiz va ustidan suv qo'yamiz. Hamma idishchamizga suv quyib chiqamiz va qopqoqchasini qo'yib mana shunaqa teshicha qoldiramiz va mana bunaqa fitsilni gulimizni mana shunaqa fitsilniga qo'ysa yaxshi o'sadi.
shuni qilib qo'yamiz. Qaranglar qizlar, suv sepadigan idishinglarga sprey qilishinglar uchun, fialkalar uchun va boshqa hamma gullar uchun zirkon juda ham yaxshi. Bu stressdan chiqazadi, gullashiga yordam beradi. Yaxshi o'sadi. Keyin mana bitta orqasida bu instruksiyasi yozilgan. Chetdan o'qib bersanglar ham bo'ladi. Buni 1-2 oyda bir marta berasiz. Mana 1 litr suvga 2 tomchi solasiz. 2 tomchidan ko'p tushib ketmasin. Ko'p sovorsanglar ham ziyon gulinglarga, bu chunki juda o'tkir anaqada. Uni ko'p berish ham mumkin emas. Keyin qizlar qaranglar, gulinglarga kunduzi umuman sprey qilmanglar. Faqat kech payt bu dorini bermoqchi bo'lsanglar, kunduzi sprey qilish umuman mumkin emas. Gullayotgan paytida ham mumkin emas. Gullamayotgan paytida guliga suv tegsa, gullaringiz bir kunda qurib qoladi. Shuning uchun gullamagan fialkalarga beriladi. Вот kech payt beriladi. Kunduzi bersanglar, gulinglar ustiga mana shunaqa suv tekkan joyiga mana shunaqa dog' bo'lib qoladi. Shuning uchun kech payt. Boshqa gulchilar aytishi mumkin, kunduzi ertalab vaqtliroq bersanglar bo'ladi deb. Yo'q, ertalab kunduzi ham umuman kunduzi berish mumkin emas. Faqat kech payt bersangiz bo'ladi. Kunduzi bersanglar qizlar, faqat fialka, boshqa gullar uchun ham kunduzi berilsa foyda o'rniga ziyon bo'lib qolishi mumkin qizlarjonlar. Shuning uchun kunduzi bermanglar, iloji boricha kech payt beringlar. Quyosh botgandan keyin bersanglar bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, podpiska, like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yinglar.